Beshinchi oy. Beshinchi oyga kelib, chaqalog'ingiz kuchliroq, qiziquvchanroq va sizga tobora ko'proq bog'lanib qolyaptimi? Bu bosqichda ko'plab kichkintoylar ikki tomonga dumalay boshlaydi. Maqsadli harakatlar qiladi va o'sib borayotgan shaxsiyatini namoyon etadi. Beshinchi oydagi o'sish. O'sish barqaror davom etadi. Og'irligi oyiga 450-570 gramm. Uzunligi bo'yi oyiga 1.3-2,5 santimetr. Bosh aylanasi oyiga 1.25 santimetr. Chaqaloqlarning aksariyati 1 yoshga to'lgunga qadar tug'ilgandagi vaznini 3 barobar oshiradilar. 5 oylik chaqalog'im nimalarni uddalay oladi? Yirik motorika. Tos suyagi yordamida o'tiradi, qo'llari bilan oldinga tayanadi, orqadan oldinga dumalaydi va yiqilayotganda instinktiv ravishda qo'llarini oldinga cho'zishi mumkin. Nozik motorika. Kaft bilan kubik va o'yinchoqlarni ushlaydi. Narsalarni qo'ldan og'ziga va qaytadan qo'lga o'tkazadi. Osilib turgan o'yinchoqlarni urib yuboradi yoki ushlaydi. O'zini o'zi parvarish qilish. Garchi ko'pchilik bolalar 6 oyga yaqinlashguncha qattiq ovqat to'liq tayyor bo'lmasa ham, ezilgan ovqat berilganda og'zini ocha boshlaydi. Muammolarni yechish. Tushib ketgan qoshiq yoki o'yinchoqni izlash uchun boshini buradi. Kichik narsalarni qiziquvchanlik bilan sinchiklab ko'zdan kechiradi. Qabul qilish qobiliyati. O'z ismiga munosabat bildira boshlaydi va yangi ovozlarga e'tibor qaratadi. Ifodalash qobiliyati. A-gu kabi bo'g'inlar bilan guvillaydi, chinqiradi, puf-puf ovoz chiqaradi va hatto yig'lashdan tashqari boshqa tovushlar bilan noroziligini ham ifodalaydi. Chaqalog'im nimalarni tushunadi, ko'radi va eshitadi. 5 oylik chaqaloqlar faol kashfiyotchilardir. Ular parvarishlovchilarni chuqurroq tanib, ular bilan mustahkam aloqa o'rnatadilar. Yangi tovushlar, ovozlar yoki tushib ketgan o'yinchoqlarga e'tibor beradilar. Harakatlanayotgan narsalarni diqqat bilan kuzatadilar. Vizual kuzatish qobiliyatlari yaxshilanadi. O'ynoqi ohanglar, qo'shiqlar va suhbatlardan zavqlanadilar. 5-oydagi uyqu. Uyqu odatda muntazamroq bo'ladi. Jami uyqu kuniga 12-16 soat. Kechasi ba'zi chaqaloqlar endi uzoqroq muddat 6-8 soat uxlay boshlaydi. Kunduzi odatda 2-3 marta qisqa uyqular. 5 oylik farzandimni rivojlanishiga qanday yordam bera olaman? Ushlash, silkitish va qo'ldan qo'lga o'tkazishga undaydigan o'yinchoqlarni bering. Chaqalog'ingiz ismini tez-tez aytib turing. Bu uning ismini tanib olishini mustahkamlaydi. Ko'zgu o'yinlarini o'ynating. Ko'pchilik chaqaloqlar o'z aksiga qarab jilmayishni yoqtiradi. Qiziquvchanlik va muammolarni yechish ko'nikmasini rivojlantirish uchun shaqildoqlar, qoshiqlar va oddiy narsalardan foydalaning. Xulosa. 5 oylik bo'lganda chaqalog'ingiz yanada ko'proq muloqotga kirishadi, o'yinqaroq bo'ladi va ijtimoiy muhitni yaxshiroq anglay boshlaydi. Bu davr yangi harakatlarni o'rganish, atrofdagi narsalarni tekshirib ko'rish va siz bilan yanada chuqurroq bog'lanish paytiga aylanadi.